Mana yerda ochig'iga nanosi borda, bu yerda gazdan nanosi bordi, cho'chigi. Shuning uchun bu qisqaroq bo'ladi. Tak, mana ikkita mikrovolnovka qo'ygan joy, tepasi kichikroq mikrovolnovka, tagiga duxovka qo'ygan joy. Burada eshik bor, mana tepada foydalanilgan joy. Tak. Mana ichki joyi. Tak, mana bu yerda moyka bor mana. Tepasida sushilka bo'ladi. Hammasini ichida bittadan anosi bor. Polkasi bor. Muammo yo'q. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Agacha aytgandek, bitta bino qilib berdik. Cho'chik mana shuning ichida turadi. Mana shu ko'rinishda mana tagida bitta eshikasi o'rnagan. Ma'qul desiz aka, chiqarishni boshlaymiz. Zakaz to'lashimiz bilan. Agar plus mana materiallar zakazda keladi, agar bu haftaga ulug' olsa yaxshi bo'ladi, chunki hafta o'rtasiga bizga yuk keladi-da. Shu yukni ichida qo'shilib kelsa, bu hafta chiqarib olamiz aka. Agar uspet qilmasak, keyingi hafta o'tib qolsa, keyingi hafta kutasiz aka faqat. Agar chiqadigan bo'lsa ham.